qiz bor ekan, ko'zlari ojiz qiz ekan. Har doim dunyoni ko'rishni orzu qilar ekan. Dunyo qanaqa ekan, ranglar nima ekan, tun nima ekan, kun nima ekan, daraxtlar qanaqa ekan, qushlar, insonlar, ranglar boshqa. Unga oshig'i bor ekan. Oshig'i bor ekan. Har doim uni bu gaplarni eshitib o'tirar ekan. Keyin bir kuni ma'lum bo'libdi, unga ko'zini beradigan donorlar dedi. Shunaqa chiqib qolibdi. Qiz juda xursand, o'zi xursand. Ko'zlarini jarrohlik amaliyoti qilib ko'z qo'yishdida xullas qizga. Qiz dunyoni ko'ribdi boshqa. Keyin bir kuni yoniga boyagi oshig'i ketdi. Qarasa oshig'i ham ko'r ekan. Qiz, yo men sen nima deb o'ylamadim men. Qanday qilib endi ko'rlikdan qutuldim, yana sen bilan davom etaman? Men istamayman ko'rlikni va ko'rlarni. Men endi ko'raman dunyoni. Va bu dunyoni ko'rayotganlarni istayman deb yigitni tark etgan ekan. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin yigitdan bir xat kelibdi. Azizim, senga bergan ko'zlarimni ehtiyot qilgin degan.